Assalomu alaykum qadrli bog' sevarlar, tabiat sevarlar. Videolar ham joylamayapman YouTube'ga. Sababi universitetda band edim va mana xudo xohlasa sekin yoz kelyapti, ta'til mavsumlari boshlanganligi uchun yana sizlar bilan YouTube orqali diydorlashamiz. Xo'sh, bugungi videoda sizlarga men Zahardin Flowers pitomligimizdagi hostalarni obzor qilaman. Chunki juda ham ko'p so'raldi. Hostalar bu yil rossiyada sorti ko'p bo'libdi. Qanaqa sortlar keldi, nimalar bor, nimalar yo'q deb juda ko'p so'rashdi. To'g'risi ozgina xijolat ham bo'ldim vaqtida javob qaytara olmasdan Instagramdan, YouTubedan kommentariyalarga. Bugundan ijtimoiy tarmoqlarga kirib, endi ozgina faollikni oshiramiz. Sizlar bo'lsa videoni endi ko'rayotgan bo'lsanglar, obuna tashlamaymi deb o'ylamasdan hozirroq podpiska tugmasini bosinglar. Videoni like'ini oxirida bosasizlar. Ma'qul kelsa like bosinglar, ma'qul kelmasa albatta dislike va albatta kommentariyada o'zingizni shaxsiy fikringizni, shaffof fikringizni bildiring. U salbiymi, ijobiymi hammasiga chidaymiz. Demak, videoni boshladik. Pitomlikda hozir hasharotli, ya'ni shiralar deymiz, har xil hasharotlar deymiz. Shunaqalar tushadigan mavsum bo'lganligi uchun ularga qarshi dori sepilayotgan mavsum davom etyapti. Shuning uchun ovozga gap bermaymiz. Biz mutlaqo tabiiy video olamiz har doim. Chunki tabiat sevarlar uchun mana shu o'simliklarning o'zi go'zallikdir. Haqiqatan hostalar bu yil juda ham ko'p. Juda ham ko'plab navlari bor. Bu hostalarni biz Xitoydan olib keldik va ushbu hostalarni hozir siz bilan birma-bir tanishtirib o'taman. Lekin bularni nomini aytishga qiynalaman. Chunki aytganimdek hosta Xitoydan kelganligi uchun bularning nomi qisman xitoycha, qisman hammaga ma'lum navlar, sortlar. Shuning uchun kelinglar, men navini noto'g'ri aytib qo'ymayman. Shunchaki o'sha navni raqamini aytib ketaman. Chunki juda yaxshi bir ish qilindi. Nomerlab qo'yildi bu yerda hamma hostalar. Nomeri bo'yicha aytaman, siz nomeri bo'yicha zakaz berishingiz mumkin bo'ladi. Xohlasangiz pitomnikka kelib olib kelsangiz bo'ladi. Chunki dastavkada uzilish bo'lyapti, chunki parallel olib borish qiyin. Hozir suvda ham bor. Bu yerda odam ko'p keladi, klientlar. Shuning uchun pitomnikka kelib ham olib kelsangiz bo'ladi. Agar yo'q menga dastavka ma'qul desanglar, dastavka qilib ham chiqarsangiz bo'ladi. Xo'p, kuttirmayman sizlarni uzoq. Hostalarga birinchi ta'rif beraman. Hosta o'simliklari bular salqin sevar o'simliklar hisoblanadi. Quyosh nurlari tushmaydigan, ko'p suv yig'iladigan zax joylarda yetishtirish mumkin bo'lgan noyob o'simlik. O'zbekiston iqlimida salqin joyda yetishtiriladi. Endi zax deganda qanaqa desa, salqin bo'lib turgandan keyin quyosh nuri tushmagandan keyin ko'p namlik yuqorilashib ketadi. Ana shunaqa joyda yetishtirish mumkin. Ya'ni tagiga suv quyish kerak yoki tagini ho'l qilib tashlash kerak degani emas. Xo'sh, hostalarning juda ham har xili bor. Kelli bir boshdan boshlaymiz. Xo'p. Birinchisi mana bu turdagi hosta. Raqamiga qaraymiz. 59-raqamli hostamiz. Mana ko'rinishi. 41-raqamli hostamiz. Xo'sh, mana nomeri bilan 5941 birgalikda turgan ekan. Farqini ko'rsangiz bo'ladi. 59-raqamli hosta biroz barglari kichkinaroq va uzunchoqroq. Mana shunaqa bujmayib turibdi. 41 ga bo'lsa ochilgan dumaloroq. Ajratib olsangiz bo'ladi. Xo'sh, keyingilari mana bu yerdagisi, voy, toshga qoqilib ketdim. 22-raqamli hosta. Barglarini cheti oq. Agar sort otini bilsanglar, yozsanglar bo'ladi. Mana 22 bular hammasi. Keyingisi menga eng yoqqanlardan bittasi 30-raqamli hostamiz. Ko'k tuvedi. 55-raqamli hostamiz. 55. Hammasi 55. Demak, bular qisman sarg'ish, qisman oq hoshiyali barglarga ega. Bu yoqda olovrang tuvakda 35-raqamli hosta.
Bu yoqda 21-raqamli xostamiz. Bu ham yoqdi. Ham oq rangda. Mana 21. Ham hoshiyalari oq, o'zi yashil. 26-raqamli xostamiz. Ko'ramiz. 26. Bu ham noodatiy ekan, lekin rangi qanaqadir och, ha? Och yashil. Buni 2 xil 3 xil sort bilan birga kelsa ajraladi ottеnkasi. Olovrang tuvakda 38. Adashmasam qani. 1 ekan. 1-raqamli xostalar ekan bu. Mana 1. Hop, davom etamiz. Bu yerda 17-raqamli xostalarga keldik. 17. Bular menimcha pakana nav. Chunki yoyilib, kichkina bo'lib o'syapti. Shu yerda 7-raqamli xostamiz. 7. Bu ham barka mayda ekan. Shu men bilan bittamikan? 7 ekan bu ham. Katta bo'lsa bunaqa bo'lar ekan-da. Hop, davom etamiz. Yana ko'k rangli tugaydi. 12-raqamli xostamiz. Umumiy ko'rinishi 54. Sekin o'sar ekan bular nimagadir. Mana 54-raqamli xostada. Sal kattaroq bo'lganda mana bunaqa bo'lar ekan. Bargini sariq, chetida yashil atlasi bor ekan. Atlasi. Dori nabziga chiqarib sepishyapti. Xo'p, buni ko'rdingmi? 18-raqamli. Bu ham menga yoqdi, nimaga? Shunaqa uzunchoq, cheti hoshiyasi bor. Xostalar menga ko'proq yoqyapti. Buchi sariq deydi, 36. $49 ekan bular. Yana olovrang kuyaydi. 14. Bu ham chiroyli. Xo'p. Keyingisi 48. Bu juda ham mitti ekan. Super karlikmi deyman? 48. Endi o'sayotgan ekan bular. Bu yerda 11. 11-raqamli xo'sti. Xo'p. Bu yerda 47. 47. Bu yerda bo'lsa 4. To'rtinchi raqamli xo'sti. Xo'sh, bu yerda 19. Juda chiroyli ekan, bu ham qaranglar, avtoda qanaqa yaltillayapti. Men Soptoga ekmis babir. Babir bog'da seziladi. 51 yana mana. 51. Yigirma sakkiz. $51 keyin bu yerda 53 bor ekan. Voy, bu ham noodatiy sort ekan. 53 ko'ryaptim. Juda chiroyli ekan bu ham. Xo'p, bu yerda 13. Xo'sh, sariq tuvakda 6. Ham chiroyli ekan. 56. Kichkinagina ekan bu ham. Kichkina bo'lib sekin endi o'sishyapti. Xo'sh, 33 oz miqdorda qopti. Bu qaysi sort bilasizlar? Och yashil, sariq va yashil. Bu yerda ko'rmaganimiz 16 ko'rdikmi? 16 bu. Oltini ko'rgan ekanmiz. 9.
Mana sizlar bilan hozir mana shu qatoridagi xo'stalarni ko'rib chiqdik. Bu hali hammasi emas. Hozir yana davom etamiz bu yoqdan. 38-raqamli xo'stani turi bilan boshlaymiz, navi bilan. Xo'sh, qani hozir ko'rdim. 38. Sal quyoshdan ta'sirlanish boshlabdi. Bu yoqda 2 mana ikkinchi raqamli xo'sta. 52-raqamli xo'sta qarang. Bu ham sekin o'sadi, bu ham kam qopti lekin. Ko'pchilik terib olib ketyapti-da. Xo'sh, bu yoqda bo'lsa 5-raqamli xo'sta. 25. Do'stlar, qaysidir so'rtga yoqib qolsa, videoni to'xtatib skrinshot qilib olsanglar bo'ladi. Yoki raqamini eslab qolsanglar bo'ladi. Xo'sh, bu yerda sariq tuveda ham bor ekan. Nimagadir 3 raqami o'chib ketibdi. 3 ekan bu. 3-raqamligi xo'sta. Xo'p, bu yerda 6 bularni ko'rdik. 6larni sizlar bilan 46 ni ham ko'rdik mana. 646 dan zapas bor ekan. 3 ko'rdik va mana bu yerda mitralar bor ekan. Kichkina 32. Bu yerda bo'lsa mana menga yana yoqqan sort 44 ekan. Mana qaraydi. Va pishimi va juda ham noodatiy xo'sta ekan. Mana 44. O'zi ham ozgina qopti. Hop, bu yerda mana yana. Xo'sh, bunimiz raqami 31. 31-raqamli xo'stalar. Xo'p, bu yerda 20-raqamdagi xo'sta bor ekan mana. Mana. Bu yerda bo'lsa 45. 45. Xo'p. Mana. 45. 10-raqamdagi xo'stamiz. Ozgina qopti bu ham. Xo'sh, buni noodatiy nimasi bor ekan tez tugapti desanglar? Gullashga yaqinlashyapti. Ko'rasizlarmi? O'rtasida guli chiqyapti. Mana. Shu g'unchasi ochiladi yaqinda. Bu yerda 42-raqamli xo'sta. Gul emas, o't o'rtasidan chiqqan. 42. 43 ham shunday yonida ekan. Farqi buni o'rtasi sariq ekan. Attenki mana. 43 bu ham. Mana 43. 43. Bunisi 42 da aytgancha 42 mi deb o'ylaman. Mana 43, 42 yonmagan ekan. 39. 39 mana. Xo'p, oxirlayapmiz. 8-raqamga kelyapmiz. Mana bu 8. 8. Keyingisi bo'lsa 60. Mana. 58 bor ekan mana bu. Xo'sh, nakleykasi o'chib ketibdi buni. Mana 58 yozilgan. Mana shular 58. Keyingisi bizda 23 ekan. Mana. 23. Xo'p, bu yerda 50 bor ekan. 50. Mana sizlar bilan yana bitta oxirgisi 2 ta dona qolgan. 40. Mana 2 ta qolishibdi. Sizlar bilan hamma xo'stalarni ko'rib chiqdik. Qaysi sort ma'qul kelsa tanlab olsangiz bo'ladi. Xo'p, endi yana bitta narsa ish qilamiz. Bularni izohga sortlarini bilganlarimni yozib qo'yaman raqami bilan. Ko'rganinglardek o'rtoqlar, juda ko'plab xo'stan sortlari bor bu yil. Bemalol kelib olib ketsanglar bo'ladi. Qachon eksa bo'ladi, qachon ekmasa bo'ladi desanglar, bular to'yida bo'lganligi uchun har doim eksanglar bo'ladi. Faqat qish bo'lib yer qotib qolmasligi kerak.
va chillada qoq peshinda bo'lmasligi kerak ekadigan paytingiz. Ertalabki salqin bilan kechki salqin bilan bemalol ekib yuborsangiz bo'laveradi. Narxlarga to'xtalsak, narxlari 60 ming so'mdan. 60 ming so'mdan bemalol xohlagan tanlab xarid qilib olsangiz bo'ladi. Viloyatlarga ham dastlabki chiqarib beriladi. Mana manzilimiz, telefon raqamlarimiz yozilib chiqyapti. Video davomida ham yozilib turdi. Mana shu manzildan kelib olib ketasiz. Albatta video mavzuga kelgan bo'lsa like bosing va yana qaysi o'simliklar haqida ma'lumot olishni xohlayotgan bo'lsangiz kommentariyada yozib keting. Imkon qadar ular haqida ham ma'lumot berishga harakat qilaman. Xayr, sog' bo'linglar.